Assalomu alaykum. Ushbu video faqat 18 yoshdan oshgan tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Bu yerda oilaviy munosabatlar, hissiy kurashlar va hayotiy saboqlar haqida gap boradi va ogohlantiruvchi maqsadda yaratilgan. Agar sizda shunga o'xshash hissiy holatlar bo'lsa, mutaxassisga murojaat qiling. Video davomida hech qanday nojo'ya yoki zararli mazmun yo'q. Rahmat. Siz hech o'ylab ko'rganmisiz, tunda uy jimjit, hammasi uxlab yotganda ozkenangiz haqida nima o'ylaysiz? Uni yaxshi bilasizmi? Yoki faqat ko'rasiz, lekin haqiqatda tanimas ekansiz? Bugun men sizga bir ayol haqida gapirib beraman. Uning ismi Shahlo. U ozkenay Bahodir uxlab yotganda, qo'lida bir telefon ushlab, ko'z yoshlari yostiqqa tomib, hayotining eng og'ir qarorini qabul qildi. Va o'sha tundan keyin ularning oilasi hech qachon ilgarigidek bo'lmadi. Bu hikoya sevgi haqida emas. Bu sir, ishonch va ikki inson o'rtasidagi ko'rinmas devor haqida. Hozir Toshkentda yoki Samarqandda yoki hatto chet eldagi biror o'zbek mahallasida 100 minglab oilalar bor. Tashqaridan qarasangiz, uy to'la, ovqat pishgan, bolalar kulayapti, er-xotin bir-birining yonida. Lekin ichkarida ba'zan shunday jimlik bo'ladiki, bu jimlik gaplardan ham og'irroq. Bugungi hikoyamiz mana shunday bir oiladan. Ular oddiy odamlar edi. Na boylar, na kambag'allar. Oddiy o'rta daromadli oila. Shahlo 34 yoshli ayol, ikkita farzandning onasi. Bahodir 37 yoshli, zavodda ish boshqaruvchi. Ular 9 yil birga yashashdi. 9 yil. Lekin o'sha tundan keyin 9 yil ham yetarli bo'lmadi. Nima bo'ldi o'sha tunda? Bunga yetib boramiz. Avval, bu hikoya faqat Shahlo va Bahodir haqida emasligini tushuntirmoqchiman. Bu umuman oiladagi sir saqlash, ishonch va odamlar qanday qilib bir-biridan uzoqlashib ketishining hikoyasi. Shahlo qizi Nilufar bilan birga Bahodirning uyiga kelin bo'lib tushgan paytda 25 yoshida edi. Yosh, go'zal, ishonuvchan. Bahodir ham o'shanda yaxshi yigit edi. Mehribon, kuchli, ant mas'uliyatli. Hech bo'lmasa, u shunday ko'rinardi. Birinchi yillar yaxshi o'tdi. Birinchi bola tugildi, ogil. Keyin ikkinchi bola, qiz. Oila kengaydi. Uyga yangi mebel kirdi. Kichik bir mashina sotib olindi. Hayot ketayotgandek tuyuldi. Lekin Shahlo ko'p narsani sezmasdan qoldi. Yoki sezdi, lekin indamadi. Chunki u oilaparvar qiz sifatida tarbiyalangan edi. Erga til tegizma, oilani saqlash ayolning ishi, sabr qil, o'tib ketadi, deb. U sabr qildi. Bahodir esa o'zgarib bordi. Asta-sekin, sezdirmay. Kechqurunlari keyin qoladigan bo'ldi. Dastlab, ish ko'p, dedi. Keyin, do'stlar bilan, dedi. Keyin, hech narsa demay, shunchaki keyin kela boshladi. Telefoni ham o'zgardi. Ilgari oshkora qo'yardi, endi har doim cho'ntakda yoki yuztuban. Shahlo sezdi. Albatta sezdi. Lekin so'ramadi. Nima uchun so'ramadi? Chunki so'rasam, u inkor qiladi va men yana yolg'izroq bo'lib qolaman, deb o'yladi. Ba'zan bilmaslik, bilishdan osonroq tuyuladi. Bu ko'plab ayollarning fojiasi. Va o'sha tun keldi. Shahlo uxlab yotgan Bahodirni ko'rdi. Nafas olayapti. Xotirjam. Hech narsa bo'lmaganday. Lekin uning telefoni stol ustida qolgan edi. Ekrani yonayapti. Xabar kelgan edi. Shahlo oldi, o'qidi va o'sha xabar uni yerga qoqib tashladi. Men sizga xabarning mazmunini batafsil aytmayman. Chunki bu hikoya tafsilotlar haqida emas. Bu tuyg'ular haqida. Tasavvur qiling, 9 yillik hayot. Ikkita farzand. Yuzlab kecha-kunduzlar birga o'tkazilgan. Va keyin bitta xabar. Bitta jimgina ekran. Va hamma narsa qulab tushadi. Shahlo o'tirdi. Uzoq o'tirdi. Ko'z yoshlari oqdi. Lekin u yig'lamaslikka harakat qildi. Ovoz chiqarmaslikka. Bolalar uxlasin. Qo'shnilarga eshitilmasin. U o'sha tunda 3 ta ish qildi. Birinchisi, o'ziga savol berdi. Men qachondan buyon kor bo'lib yurdim? Ikkinchisi, bolalar yuziga qaradi. Uxlayotgan farzandlarining yuziga. Va his qildiki, endi u faqat o'zi uchun emas, ular uchun ham qaror qilish kerak. Uchinchisi, o'rnidan turdi. Oshxonaga o'tdi. Bir stakan suv ichdi. Va qaror qildi, ertasi kuni hamma narsani ochiq gapirishini. Bu jasorat edi. Jimgina yig'lashmas. Dadillik bilan yuzlashish. Bir daqiqa to'xtataylik. Siz hozir bu hikoyani tinglayapsiz va balki o'ylamoqdasiz. Bu menga tegishli emas.
Mening oilam boshqacha. Lekin men sizdan bir savol so'rayman. Siz ozkenangiz yoki xotiningiz, eringiz, hayot yo'ldoshingiz bilan oxirgi marta haqiqatan gaplashganingiz qachon edi? Ish haqida emas, bolalar haqida emas, pul haqida emas, balki qo'rquvlar haqida, orzular haqida, ichki dunyolar haqida. Agar eslay olmasangiz, demak bu hikoya siz uchun ham. Davom etaylik. Ertasi kuni ertalab Bahodir uyg'onganda, Shahlo oshxonada o'tirardi. Choy pishirib qo'ygan. Nonushta tayyor. Hammasi odatdagidek. Faqat uning ko'zlari boshqacha edi. Bahodir sat. Not old. Choydan hopladi. Keyin Shahlo gapirdi. Ovozsiz emas, balki tinch, olchangan, lekin mustahkam ovozda. Bahodir, kecha telefoningda xabar ko'rdim. Jimlik. Bahodir qoshini ko'tardi. Nima xabar? O'sha xabar. Yov kinov. Yana jimlik. Uzoq jimlik. Keyin Bahodir nima qildi? U inkor qildi. Avvaliga. Sen tushunmading, bu boshqacha, siz ayollar doim. Lekin Shahlo bu safar indamadi. U sabr qildi, biroq bu safar boshqacha sabr, kuchli sabr, aniq sabr. U dedi, men farzandlarimni seni yomon ko'rsatib tarbiyalamayman. Lekin men ham o'zim haqimda o'ylashim kerak. Shu suhbatni sog'lom boshlamasak, men ketish haqida o'ylashga majbur bo'laman. Bu tahdid emas edi. Bu haqiqat edi. Va Bahodir birinchi marta to'xtadi. Birinchi marta, shu yillarda, birinchi marta, u xotinining ko'ziga qarab, ularda faqat yigi emas, balki qarorni ko'rdi. Bu Shahlo va Bahodirning hikoyasi, lekin bu faqat ularning hikoyasi emas. Psixologlar va oilaviy maslahatchilar bir narsani qayta-qayta ta'kidlaydi. Ko'plab oilalarda muammolar bir kechada paydo bo'lmaydi. Ular yillar davomida asta-sekin, jimgina to'planib boradi. Mana bir nechta belgi, ko'pchilik e'tibor bermay qo'yadigan belgilar. Birinchi belgi, suhbatlar sayozlashib qoladi. Faqat kundalik gaplar, ovqat nima, bola maktabda qanday, pul qani va boshqa hech narsa yo'q. Ikkinchi belgi, bir-biriga vaqt ajratmaslik. Ish bilan, telefonla, televizor bilan band, lekin bir-biri bilan emas. Uchinchi belgi, kichik muammolarni aytmaslik. Katta gap qilmay deb o'ylab, aslida kichik gisht ustiga kichik gisht qo'yib, baland devor qurib qo'yiladi. To'rtinchi belgi, hayot yo'ldoshingizning yangi do'stlari, yangi odatlari va yangi vaqt sarflash tarzini bilmaslik. Bu belgilar ogohlantirish emas. Bu imkoniyat. Hali kech emas paytida ko'rish imkoniyati. Shahlo ham ana shu imkoniyatni og'riq orqali topdi. Og'riq har doim faqat yo'qotish emas. Ba'zan og'riq uyg'onish. Shahlo va Bahodir oxirida nima qilishdi? Ular bir necha oylik oilaviy maslahatdan o'tishdi. Oson bo'lmadi. Ko'p-ko'z yosh to'kildi. Ko'p gaplar aytildi, ilgari aytilmagan, bogib yotgan gaplar. Ba'zi narsalar tuzatildi. Ba'zi narsalar tuzatilmadi. Va Shahlo bitta narsani tushundi. Haqiqat og'riq keltirishi mumkin. Lekin yolg'on oilani sekin-sekin oldiradi. U endi ogliga shunday deydi. Agar hayot yo'ldoshi tanlasang, unga do'st bo'l, sherik bo'l. Sirni emas, hayotni ulash. Va qiziga, o'zingni yo'qotib oila saqlashga urinma. Oilani saqlash uchun avval o'zingni hurmat qilishni o'rgan. Bu Shahlo oilasining saboqi. Sizning oilangizda ham bunday jimgina devorlar qurila boshlamaganmikan? Hali vaqt bor, gaplash. Haqiqiy gapling. Kechqurun bolalar uxlaganidan keyin telefon yoqilmagan, televizor ochiq, faqat siz ikkovingiz. Va bitta savol, haqiqatda qanday yurganing? Menga ayt. Ba'zan mana shu bitta savol oilani saqlab qoladi. Sizning hayotingizda ham shunday moment bo'lganmi? O'sha tun hamma uxlab yotganda, siz esa uyg'oq va ko'nglingizda butun bir dunyo. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Do'stlaringiz bilan ulashing va kanalga obuna bo'ling, chunki bunday hikoyalar yana ko'p. Sog' bo'ling. Oilalaringizni asrang. Ko'rishguncha.